Xorazm viloyatining Urganch shahrida qo'l jangi bo'yicha o'smirlar va kattalar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi bo'lib o'tmoqda. Musobaqada 1200 nafardan ziyod yakkakurash ustasi o'z imkoniyatini imtihondan o'tkazyapti. Birinchi bo'lib kattalar o'rtasidagi raqobatda g'olib hamda sovrindorlar nomi aniqlandi. Xorazm viloyatining bosh sport arenasi yoshlik sport majmuasining universal manejda o'tkazilayotgan huquqni muhofaza qilish organlarining asosiy sport turlaridan sanalmish qo'l jangi bo'yicha musobaqalar ko'p sonli sport muxlislari diqqat markazida bo'ldi. Musobaqaning final janglari oldidan bo'lib o'tgan tantanali ochilish marosimida mazkur musobaqa haqiqiy sport bayrami sifatida bo'lib o'tayotgani haqida viloyat hokimligi va huquqni muhofaza qilish organlarining mutasaddilari so'z yuritib, sportchilarga final janglarida omad tiladilar. Kattalar o'rtasidagi hal qiluvchi qarama-qarshiliklar barchaning diqqatida bo'ldi. Murassasiz bahslar ostida bo'lib o'tgan janglarda O'zbekiston kubogi g'oliblari aniqlandi. Yakuniy natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Respublika Ichki ishlar vazirligi jamoasi birinchi o'ringa loyiq deb topildi. Davlat xavfsizlik xizmati jangchilari ikkinchi o'rinda va Namangan viloyati jamoasi uchinchi sovrinli o'ringa sazovor bo'ldi. Musobaqaning eng yaxshi sportchilari qatorida Olimjon Normurodov, Akramali Nishonboyev, Nursulton Saidmurodov nomlari e'tirof etildi. 73 kilogramm vazn toifasida ishtirok etib, Ichki ishlar vazirligi tomonidan va o'z jamoamga oltin medalni qo'lga kiritib berdim. Bundan juda ham xursandman. Oldinda bizni jahon chempionatlari, jahon kubogi musobaqalarimiz bor. Shu musobaqalarga yaxshi shug'ullanib, u yerda ham chempion bo'lib, nasib bo'lsa yurtimiz bayrog'ini yuqori cho'qqilarga olib chiqaman degan umiddaman. O'zbekiston kubogi g'olib va sovrindorlari huquqni muhofaza qilish organlarining qo'l jangi federatsiyasining medal, diplom va kuboklari bilan taqdirlandi. Kattalar o'rtasidagi musobaqa yakunlandi, ammo 14-17 yosh toifasidagi sportchilar bahslari davom etyapti.